Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun 1-may 2025-yil haftani payshanba kunida turibmiz. Do'stlar, bugun mana Toshkent viloyati, Toshkent tumani Ko'ksaroy mahallasiga kelganmiz. Shu mahallada istiqomat qiladigan klientimiz borlar, Shoir opamiz. Bizdan payvand bo'lgan kivi ko'chatlarini har xil sortlaridan sotib olishgan edi. Ya'ni 3 yil oldin Hayward sorti changlatadigan erkak ko'chatimiz, o'zini o'zi changlatadigan Jenny sorti, mana shu sortlardan opamizga bergan edik. Birgalikda parvarish qildik, qanaqa ekish, qanaqa ozuqalar berish, hammasini mana shu telefon orqali suhbatlashib, birgalikda ko'klatdik. Ko'chatlarimiz xudo xohlasa juda ham chiroyli ko'kladi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. 1-may holatiga mana ayol jinsdagi mana Hayward sort ko'chatimiz. Mana gullarini ko'rinishi. Mana bularni ham ko'rsatsangiz. Mana gullarning ko'rinishi juda ham chiroyli gullagan. Toshkent shahri bizni vodiyga nisbatan dengiz sathidan yuqoridaligi, havosi quruq, issiqligini hisobga olsak, bizda mana hali ayol jinsli ko'chatlarimiz gullagani yo'q. Mana Toshkentda mana gullagan, ko'ryapsizlar. Mana gullarning ko'rinishlari. Ayol jins mana ko'ryapsizlar. Yoshi mana 3 yoshda, payvand bo'lgan bu. Urug'dan chiqqan yoki qalamcha ko'chat emas. Kichkina niholchasini bergan edi opamlarga, mana ekib chiroyli ko'klatishgan. Ekishda ham buni yamani 90-80 sm atrofida kovlab, 20 sm ga tosh, g'isht, shibionka shunaqa drenaj qatlam tashkil qilib, qolgan yerni sathigacha bo'lgan qismga asosan torf bilan daryoni qumi qilib, mana shunaqa rixlit qilib ekilgan. Ya'ni ildiz sistemasi yaxshi nafas oladigan darajada mana sharoit yaratilgan. Sug'arish tizimlarini ham mana shunaqa mana kapilniy sistema qilib, o'zlari moslab mana doполнительный qilib mana shunaqa qo'yishgan. Ozuqalar ham, oddiy suv ham mana shu ildiz orqali boradi mana do'stlar. Bu mana Hayward sorti. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, endi bunisi mana Jenny sorti. Jenny sorti bu Hayward sortining gibridi hisoblanadi. Ya'ni bunga changlatadigan erkak ko'chat kerak bo'lmaydi. O'zini o'zi changlatadigan samopilaющий sort hisoblanadi. Mevasi ham Hayward bilan bir xil bo'ladi mana. Baglari, ko'rinishlari ham mana ko'ryapsizlar. Mana bu sortimiz ham mana xudo xolasa gullashni boshlagan. Mana gullarini ko'rinishi mana o'zi g'uncha chiqaryapti. Men nariga tomonini ko'rsatamiz. Nariga tomondan ko'rsatsangiz mana Jenny sorti mana. Jenny sorti mana. O'zini o'zi changlaydigan sort. Bu sortimiz ham chiroyli mana gullagan. Mana ko'chatni ko'ryapsizlar. Bu ham xuddi shu sistemada ekilgan mana. Jenny sorti. Mana taglaridagi mana bu hashiglar mulchirovani, mulchovka, vlagani ushlab turish uchun mana shunaqa mana himoyalab qo'yilgan mana. O'zimizning mana ko'chatimiz juda ham chiroyli mana Toshkentda mana chiroyli ko'klab turibdi. Endi o'ylashlar ham mumkin, quyoshli joyga ekilgan ekan-u, soya salqin joyga ekish kerak deb maslahat berasiz deb ko'pchilik so'rashadi. Do'stlar, bu holatga kelguncha buni bo'z matolar bilan o'rab, ustilardan setkalar tortib, ko'chatni yangi joyga moslashtirish ishlari bo'lgan. Bu o'zicha bu holatga kelib qolmagan ko'chatlar. Bularni setka bilan o'rab parvarish qilingan. Endi bitta minus tomon bo'lgan, ya'ni opamlardan xatolik o'tgan, payvand bo'lgan ko'chatimizni payvand bo'lgan qismidagi salafanini yetish eslaridan chiqib qolgan. Changlatuvchi erkak ko'chatimizni. Shu sababli changlatuvchi erkak ko'chat ham xuddi shunga ko'rinishga o'xshab ko'klab yaxshi rivojlanganida payvanddek yo'g'on, payvand o'sam yo'g'on, payvandlangan qism tashinasi ingichka tonki bo'lib qolgan. Shuni hisobiga o'zini vesini ko'tara olmasdan o'sha payvandlangan joyidan singan. Mana shu o'sha ko'chatlar. Bu endi yovvoyi, erkagi, ayoli noaniq, jinsi noaniq Hayward sort mana ko'chatga aylangan. Payvandlangan qism sinib ketgan. Shu sababli mana ko'rishlaringiz mumkin. Payvandlangan qismi sinib, tagidan mana payvanddagidan mana yovvoyi nimamiz chiqqan. Endi buni ham qo'yib berilsa, tabiiy holatda xudo xolasa
yanagi yildan yoki undan keyingi yildan boshlab gul ko'rsatib qoladi. Yo ayol yo erkak chiqadi, uni endi Xudo biladi, vaqt ko'rsatadi. Faqatgina biz buni gullagan paytida gulidan mana shu jinsdagi ko'chat chiqibdi deb aniq aytib bera olamiz. Endi bizni kelishimizdan maqsad Toshkentda o'zimizda ishimiz bor edi. Birato'la apamizga mana shu vaqt to'g'ri kelib qolgan ekan, changlatuvchi erkak daraxtimizni gulidan olib kelganmiz. Mana shuni olib ko'rsatamiz. Mana ko'rsatsangiz. Mana changlatuvchi erkak ko'chatimiz mana gulini ko'rinishi. Mana ko'rsalaring mana. Mana baglarni ko'rinishi mana. Hozir bu kesilganiga sal nam qochib qolgan, lekin mana bargida hech qanaqa bir farq yo'q, mana ko'ryapsizlar. Ayol, erkak. Mana endi gulini ko'rinishini ko'ringlar mana. Changlatuvchi erkak. Mana. Mana ko'ryapsizlar. Sun'iy ravishda endi changlatish ishlarini olib boramiz. Mana gullari ham rosa ochilgan. Vaqtini to'g'riladik, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar. Mana. Hozir gulini ham mana ko'rsatamiz. Mana. Mana gulni ko'rinishi. Mana. Changlatuvchi erkakimiz bu ayol jinsdagi ko'chatimiz mana. Buni endi sun'iy changlatishda mana ruchnoy mana shu usulda mana gullariga urib chiqish mumkin. Mana. Bo'ldi. O'zi changlandi bular mana. Va qo'shimcha ravishda mana shu erkak gulli shoximizni mana shu baklashkalarga mana qo'yamiz. Havodan, asalarilardan mana shu erkak gulimizdan changlanib meva berishni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlar, haqiqiy jonli olyapmiz natijasini. Hozir apam o'zlarini ham gapirtiramiz. Endi meni tasvirga olmang, ama gapirib beraman deyishyapti. Shoir opa, bir og'iz mana tasvirga tushmaysiz. O'zingizni bir nimangizni gapirib bersangiz mana bu tomonda olib turamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli qattiqroq gapiraverasiz. kanallarning a'zolari. Shu ukamiz bilan g'oyibona tanishib qolganman. Telegram orqali shu Telegramda kuzatib turib, ishlarini yoqtirib qolib, gaplashib, mana 3-4 yil deganda o'zlari bilan endi ko'rishib turibman. Inshaalloh nasib bo'lgan ekan, shulardan ko'chat olib, ko'chatni olganimda bir qarich ko'chat edi. Har haftada bilan tinch qo'ymay maslahat olib, ish qilib nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Birinchi yili qurtib qo'ygan paytlarim ham bo'ldi. Baribir qilaman shu narsani dedim. Baraka topsinlar, mana Farruh tekinga ham shunda ko'chat bergan paytlari bo'lgan. Opa, ekin, ko'kartiring. Shunchalik anaqa qiziqar ekansiz deb jo'natib yuborib shu yoqdan. Mana shunchalik nasib bo'lgan ekan bizga, mana o'stirdik, xudo xolasa. Mana kamchiliklarni ham aytib o'tdilar o'zlari. Mana shunchalik ko'rsatganiga shukr. Bultur 2 donagina gullagan edi shu. Shu 2 ta gullaganda ham rosa xursand bo'ldim. Mana bu yil shunchalik gulladi. Endi buni bilmayman, buni tasavvur qilib yetkazib berish qiyin-da bu narsani. Shunchalik mehnatni samarasini ko'rganiga rahmat. Ukamga ham shunchalik mana o'sha yoqdan yetib kelib, mana menga shu narsani yetkazib olib kelibdilar mana. Erkak ko'chat shunaqa ulgurmadi. Apamiz bilan Telegram orqali to'xtamay gaplashamiz. Mana endi birinchi marta yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Qachon lekin mana so'rasam hech yo'q demanglar, har doim javob yozadilar. Baraka topsinlar, shularning tavsiyalari bilan bo'lmasa aytgan tavsiyamizdan ham o'tkazib sharoit qilishgan, ekilishlari ham mana rasm videolari bor. Uni ham o'sha videomizning davomiga joylab ketamiz. Ekishda o'sha aytganimizdek bo'zlarni tortib, quyoshdan himoyalarni qilib, vaqtida namliklariga, ozuqalariga e'tibor berib mana shu darajaga keltirishgan do'stlar. Eski ko'chat olishmagan, yangi payvandlangan. Yangi bir qarichida, bir qarichida. Salafanlari ham olinmagan ko'chat bo'lgan. Shunaqa, o'sha salafanni ham hammasi olinmagan. bexato ko'klagan ko'chatlar. Faqat endi bitta e'tiborsizlik bilan o'sha bo'lib qolgan. changlatuvchi erkak ko'chatimiz payvandlangan joyidan sinib qolgan. Lekin o'shanda ham tagi qurilmagan. Payvanddek mana sog' salomat ko'klab turibdi. Bu ham bo'lib ko'rsatib qolsa baraka. Endi nasib, xudo xohlasa mana chiroyli qilyaptilar. Yildan yilga endi bular kolitsiyasi, gullarning kolitsiyasi ko'payib boraveradi, kattalashadi bu. Hamma tomonga buni shoxlatib, tarbiyalash ishlarini, hosilni ko'paytirish ishlarini apamlarga tushuntirib, sun'iy changlatib berib orqaga chekinish yo'q, endi boshladik bu yog'iga endi.
Xudo Faqat shu xohlasa. so'rab kattalashtiramiz bu yog'iga. Xudo xohlasa. Mayli, barakasini bersin. Buni pishishini ham ko'rish nasib qilsin. Xudo iloyim. xohlasa. Endi pishganlarini Joydan nasib uzib qilsa yeyish kelamiz, boshqacha-da, bo'lmasam Xudo opam xohlasa. o'zlari video qilib tashlab yuboradilar. Kanalimizga joylab qo'yamiz. Yaxshi niyatda. Xudo xohlasa, buni endi pishib turgani uzib yeyish ham boshqacha bo'lishi kerak. Bo'lsa kerak. Mana qasddan uzib yeyish nasib qilsin iloyim. Balkim yo'li tushib kelib qolarsiz Xudo yana. xohlasa ota. Vaqt Yo'l qilib tushib kelib qolarsiz. Agar ko'raverasiz ota. zo'r bo'lardi. Mana Sog' bo'ling, qalarini ham jo'natdilar. Mana 20 shodan ko'tarib ketdilar. Mana pullarini. Bu sovg'a bu juda ham qadrli sovg'ada. Bu sohani ichiga kirganlar biladi. Bu hali $100 buketlardan ham buni qadri juda yuqori bo'ladi. Shunaqa. Mana erkak ko'chatimiz. Buni ko'rganlar ham ko'cha-ko'yda bu qana gul deb juda qiziqishyapti. Bu afsuski gulbas. Chaynatib beradigan chiroyli mahsulot. lekin ko'rinishini. Bittigilarga yengillikda, Xudo xohlasa. yengillik bu narsa. Apa qulluq bo'lsin mana. bo'ling, Rost mana rahmat. mana Sog' bo'ling, hosilga baraka kirgizib toping, olsiz. Iloyim hosillarini olib, Aytganingiz kelsin. baraka toping, ichki bozorlarga soting, qarindosh urug'larga tarqating. Shu niyat shu o'zimizdan. Yangi sortlarimizdan yana beramiz apa. Yaxshi ko'plating. Chiqsa shu xabarlashib turamiz. Sekin-sekin shu niyat anaqasi bor, Xudo xohlasa. Mana shu darajaga keldi-yu. Xudo xohlasa. Siz tavsiyalaringiz bilan o'lmay hammaga shunaqa tavsiyalaringiz berib yuring. Ko'payversin shunaqa o'zimizdan chiqqani yaxshi. Xudo xohlasa. O'zimizdan chiqqani falon pulga chetnikini sotib olgandan ko'ra o'zimizdanikini uni o'zim navaralarim uzib yeyishi asosiy niyatim shu bo'lgan. Xudo xohlasa. Sotish ham anaqa ham emas. Shu o'zim navaralarim kelib o'zi uzib yesa, nima eksam shuni niyat qilaman deb o'zi tepasida kelib o'zi yesa shu navaralarni. Yetkazganiga shukr inshaalloh. Rahmat aka, sog' bo'ling. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar. Kanalimiz obunachilari bizni kanalimizdan uzoqlashmaysizlar. Mana shunaqa haqiqiy mana jonli videolarni tayyorlab borishda davom etamiz. Mana bu safargi video lavhamiz qaytarib o'tamiz. Toshkent viloyati, Toshkent tumani Ko'ksaroy mahallasida Shoiraxon opamni xonadonlarida bo'ldi. Mana TV'larni sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tdik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.